Xitoyninki odam boshqurishda bo'libmi o'zininki shu o'rdidagilarning tuvandiki mayli ziyoli bo'lsin, mayli jamiyat sarxillari bo'lsin, shularni qandoq kontrol qilish, ularni qandoq qilib o'zininki changallab olgan hokimiyatni mukammallashtirishga ishiltish jihatlari bo'lsin. Tadrijan taraqqiy qilib, uni naiti puxta bir darajaga ko'targan. Mana degan vaqtida Xitoyning diktator hokimiyati desak, bu zo'ravon hokimiyat, bu hokimiyatning ustidagilari o'zining manfaati uchun puhrani va shu jamiyatdagi sarxil ziyolilarni o'zininki manfaatiga ishiltishda dunyoda eng taraqqiy qilgan bir tuzum desak bo'ladi. 56-yili Xitoy kommunistlari 56-yildan boshlab bu burunqi hamda yana Xitoy Kuomintang hukumatining davrida qilib qolgan kapitalistlarni 49 hokimiyatni olganda bular yangi demokratiya tuzum quramiz, shuning uchun shaxsiy mol mulk cheqilmaymiz, faqat yerni qaytadan tangshaymiz, ammo shaxsiy mol mulk, shaxsiy korxona, shaxsiy do'kon, bu shaxsiy masalan hunarvanchilarninki bularning narsalariga cheqilmaymiz degan. Ammo 56-yilga kelgan vaqtida bular Xitoyning atalmış Gongsi yana hukumat bilan shaxsiy korxonalarni birlashtirib elib berish, birlashtirib tijorat qilish, birlashtirib taraqqiy qildirish degan nomda shaxslarninki mol mulkini, kapitalistlarninki mol mulkini, korxonalarni, do'konlarni, hunarvanlarninki hattoki shu ishiltirgan uskunlardan tortib hukumatga o'tkazilishga boshladi. Ammo shu vaqtida Xitoy ordusida yana Zhongnanxayda men o'qigan bir kitobda deyilishida menda bir parang bo'libdi. Ya'ni Mao Zedong, uning yordamchisi bo'lgan Zhou Enlai, shu vaqtdagi davlat raisi bo'lgan Liu Shaoqi uchining orasida bu qanday qilib kapitalistlarninki korxona do'konlarini bir amal qilib hili mikr bilan ko'rinishda o'zligidan voy biz shu hukumatga topshirib berib tijorat qilish, birga taraqqiy qildirishni qo'llaymiz degan shunda bir qiyofatga qanday qilib akilish, qanday qilib bularni majburlab ko'rinishda o'zligidan hukumatga bergan ko'ztish deb muzakkara o'tdi. Bo'lgan vaqtida shuning bilan oldida Zhou Enlai yana bosh ministr bo'lgan Xitoy nayti yiliga bu debdi, shuningda oldi bilan Mao Zedong debdi. Bu kapitalistlarni, korxonchilarni, hunarvanlarni hammasini keltirishda biz mushukka qanday qilib ochiq yana much buni yigizmiz, mushu usulni ishlatsa qanday qilib mushukka yigizgin bo'ldi degan ekan Zhou Enlai debdi. Mushuk bazgamroq, bazga shu mushni, ochiq mushni bazga yegab turib bersak, o bazını görüp onu tuymay yevitidu. Onunkin temin tetip qalsa yana davamlı qaçta yoga bəsək buludu. Degeni ki Mao Zedong deyir ki yoq. O bir qitim yeydi, açıqını bilib qalgandan keyin ikinci qitimda o hayvan bo'lsa hergiz yemeydi debdi. Şunun bilan Liu Shaoqi'ni qarab so'rabdi. Sizning qanday qilish kerak? Degeni ki Liu Shaoqi debdi, mushukni tutib şu lazını yani mushni, açık mushni ağzını tıkıp pırlap şu mecburi kanı burununu ağzını tutuvasak amal yok jutudu. Degeni ki Mao Zedong debdi, yo'q, bu bak qo'pol. Birsiga yegizilsa qag'in hammasi qechib ketadi. Uni hargiz unda qilsak bo'lmaydi deb. Shuning bilan ikkisi qarab Mao Zedongdan sizning qanday qilsak bo'ladi deganda Mao Zedong kirib ketib debdi, mushukni tutib
achchiq ashmushni qo'ng'i surka debdi. Qo'ng'i surksang, qo'ng'i ichgan siri, achchiq bo'lgan siri u o'z berib yalaydi debdi. O'zi yalgan siri bu huzurlundi. Achchiqning rahatini nemadan kechib bir xil yalgan siri o'ziga nihoyatda huzur tuyuldi. Shuning bilan bu bag'an siri qo'ngni yalab o'zligidan buningdan bir xil huzur oldigan bo'ldi. Shuningga hargiz onunga ağzıga tiqib emas, ba'ziga yo'gap emas. Mana qo'ngni ichib turgandan keyin bu o'zi yalab o'zligidan qildigan bo'ldi degan. Bir nimadan derak berdi degan vaqtida shu vaqtida masalan o Gongshayingni Xitoy qandaq ifoda bu mol mulkini tortib olishni deganda bir necha shu kapitalistlarni yag'am saxta mal satdi, azan narsini qimmat bahada satdi deb bir nechasini joylab ularning mol mulkini tortib oldi, bir nechasini sotladi. O vaqtida naql Xitoyninki Shimoliy Koreyaga yordamda Amerika urush qilayotgan vaqt. Shuning uchun jiq Shanxaydagi karxonchilarga bular muhtoj bo'lgan, bo'libmi shu dori har xil kiyim kechaklarda. Shuningga bir nechta kapitalistni tutib, bular shu davlatning urush materiallarga soxtapazlik qilgan, aldamchilik qilgan, qo'yimchilik qilgan, bojdan qochgan degan bana bilan bir nechini tutib solab, bir nechini hatto o'ltirib qilgandan keyin qolgan kapitalistlar shu zaman tuyg'anlari aqlliqlardan bir nechasi dapudim baxın çelip bugünden tatib men karxonamni hukumatga berdim. Hukumat bilan billa nazoratida men billa taraqqiy qilaman deganiki qolganlari ne yig'ib akilib ko'dingmi mau ilg'or davlatga vatanparvar bu degan hukumatni so'ydi, partiyani so'ydi. Sanchi deganiki qolganlar qarab baqsa faqat qolgan ikki yo'l. Birisi dapudim bax chelib opirib berish, yaxshi ko'rinish. Yana birisi oxirgacha dajisa shu avo etivatgan, solavatganlarga musodir qilganlarga o'xshash hamma nimadan quruq kelish, erkinligidan quruq kelish. Shunga qarab beqib azroq aqli borning hammasi voy biz hukumatga berimiz billa. Hatto ba'zilari haqsiz beryaptim bo'ldi. Eshitdimni olmayman. Mush uyim qolsa, azroq nimam qolsa dedi. Ma'qul dedi. Shu uylari qolgan pul berimiz deganlarni maynat inqilobi, ya'ni madaniyat inqilobi deydi. Xitoylar maynat inqilobi deydi. Shu maynat inqilobida uyini tortib oldi, qolgan berilgan muayishlarni tortib oldi. Hamma nimasini tortib olib, ularni o'ltirdig'ini o'ltirib, yo'qtirganini yo'qotdi. Shuning bilan butun Xitoy ninki zulm ostidagi har qanday zaminda mayli Sharq Turkistonda bo'lsin, mayli Tibet bo'lsin, mayli Xitoyda, Shanxay, Beijing, Tianjinda butun karxonchilarning hamma nimasini hunarvanlarninki hech kimning shaxsiy mol mulki qolmadi. Butunlay hukumatning qo'li qarashga muhtoj qoldi. Hukumatning qo'li qolgandan keyin hammadan gap anglaydigan bo'ldi. Chunki hukumatning gapini anglamasang, tavug'ing chiqiladi, qachon chiqiladi, eshitdim yo'q bo'ladi. Bu Xitoy hukumatining taraqqiy qilib kelgan, birdan bir taraqqiy qilgan, odam boshqarish, odamni kontrol qilish, zulm qilish, qanday qilib bu zulmni go'zal ko'z tushdiki, eng yuqori pallaga yetgan boshqarish usuli desak bo'ladi. Rahmat.